Asonliq millatlar masalasi munbir yig'ini BDT kishilik huquq sistemasining asonliq millatlar masalasidagi asosliq yillik yig'ini bo'lib hisoblandi. Bu navbat mazkur munbarning 15-chi qatimliq yig'ini ishilgan bo'lib, buningga dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarda ayrimchilik uchrayotgan, zulm ko'rayotgan millatlar vakillari, hukumatlar vakillari, kishilik huquq organlari, akademik tadqiqotchilardan bo'lib 500 dan ortiq kishi qatnashgan. Distinguished participants, we now resume our discussions. Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi Zübeyra Şamsdin xanım bu yig'inda Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyatini, jumladan uning Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini anglatgan. Biroq Xitoy hukumati yig'inda Zübeyra xanımning so'zlashining oldini olish uchun qattiq harakat qilgan. 主席先生，所谓的示威会人员，此人根本不是来自非政府组织的代表，而是臭名昭著的反华分裂组织。 Yig'in tartibi bo'yicha Zubeyra xonimga so'z navbati kelganda Xitoy hukumatining yig'in zalidagi vakillari uning so'zini takror buzishga va hatto uni so'zlatmaslikka uringan. 并同联合国安理会列明的恐怖组织东伊运 Xitoy hukumatining vakili so'z ilib, Dunyo Uyg'ur Qurultayining bo'lgunchilik va terrorlik organi ekanligi, hargizmi mustaqil kishilik huquq organi emasligini aytib, asonliqlar masalasi yig'inida bu bo'lgunchi organga söz haqqı berilməsligi kerakligini aytgan. Bunun bilan Amerikaning vakili darhol so'z ilib, Amerika hukumatsiz mustaqil organlarining BDTning har qanday bir munbarida so'z qilishini qo'llaydi. Ularning BDT munbarlarida so'zlashini cheklash to'g'ri emas degan. Thank you very much. The United States would like to express its support for NGOs to speak at all UN fora and think it's inappropriate to try to shut down NGOs from speaking in UN fora. That's our simple message. Thank you. Amerika vakilining so'zi zaldagilarning qizg'in olqishiga erishgan. Ammo Suriyaning vakili u yerda Xitoyning so'zini qo'llaydiganligini aytgan. Yig'in riyosatchisi bo'lsa, Dunyo Uyg'ur Qurultayi vakili Zubeyra Şamsdin xonimning yig'indagi so'zligichilar tizimligida yarag'anligi uchun uning so'zlash huquqi borligini eskartib, uni so'zga taklif qilgan. Thank you for giving me this opportunity to speak. I am honored to be here on behalf of World Uyghur Congress and advocacy organization for Zubeyra xanım so'zida Uyg'urlarning Xitoyda qattiq ziyonkashlikka uchrayotgan bir millatligini, Uyg'urlarning aslida Xitoy ilgari surgandek osonliq millat emasligi, Uyg'urlarning o'z zaminini Sharqi Turkiston deb ataydiganligi, Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atashni qabul qilmaydiganligi, Uyg'urlarning o'z tuproqlarida turib Xitoyning qattiq qo'lliq bilan qilayotgan ziyonkashligiga uchrayotganligidek ahvollarni misollar bilan bayon qilgan. Uyghurs are not minority people in our homeland in East Turkestan. Like myself, all Uyghurs prefer to call our homeland East Turkestan, not the Chinese government imposed name Xinjiang or Xinjiang Uyghur Autonomous Region in 1955. Although the name O yana Xitoy hukumatining 2016-yildan buyon Uyg'ur elida keng ko'lamli tutqunni yo'lga qo'yib, 2-3 million atrofida Uyg'urni jazo lagerlariga qamaganligi, ularning adil sud tartibiga va arz qilish huquqiga erishamaydiganligini bayon qilgan va xalqaro jamiyatni bu masalada yetarli harakat qo'llanmadi deb ayblagan. U yuqoridagi so'zlarni qilayotganda Xitoy to'xtamay so'z ilib, uni to'sishga uringan. Xitoyning bu harakati Amerika vakilining qarshiligiga duch kelgan bo'lsa-mu, Suriya va Iran vakillarining qo'llashiga erishgan. 新疆是中国领土不可分割的部分。 Dunyo Uyg'ur Qurultayining muavin raisi Zubeyra Şamsdin xonimning bizga deyishicha, uning bu yig'inda so'zlaydigan 7 minutlik so'zining teksti yig'indan burun yig'in komitetiga avatilib, tasdiqdan o'tgan va o'ziga shu yerda so'zlash huquqi berilgan bo'lg'achqa, u so'zining muhim qismlarini u yerda tamomlashga muvaffaq bo'lgan. Meningki so'zim bo'lsin, mening u yerda fikr berishimning hech qanday bu munbarning bu yig'inning qonuniga xilof bo'lmagandikin, ham uning ustiga biz o so'zlarimizni oldin ola avatgan, uni komitet qaror berganda, o'sha odamlar so'zlashsa bo'ladi deb komitet qaror bergandikin, o riyosatchi mening uningga komitetning qaroriga qarshi chiqib, buningda so'zlasa bo'ladi degan odamlarni bu yerdan men so'zlamanglar deb chiqarib etmayman, o'zim bizning prinsipga qarshi deblik manga davomli so'z berdi-da. Ish qilib Xitoy meni 8 qitimdek uningdan chiqmiki ish to'xtatib etdi. Yana boshlab endi so'zimni boshlasam ishki qo'rni tugatmay bir to'xtatib etdi. Ashunda qilib aslida 7 minut tugaydigan so'zim 32 minutda aram tugdi. 32 minut davom qilib ketdi. Uyg'urning masalasi
Şunla ahiri iş qilib fursatni oldim, so'zildim. Ish qilib asosliq o'zimning deydiganimni, bizning o'zimizning demoqchi bo'lgan ideyamizni, maydonimizni ifodaladik u yerda. 1 dekabr kuni boshlangan bu Asonliq millatlar masalasi munbirining 15 navbatlik yig'inining bir kun avvalgi tayyorlik yig'inidami yuqoridagi ahvol yuz bergan. Zubayra xonim yig'in ahliga Urumchida 24 noyabr kuni yuz bergan o't oftini anglatgan. U bu ofatda Xitoyning Urumchiga chekidan oshgan yuqum qamal tadbirlari va odam qutqizishga sal qarishi sababdan nurg'un jonning behuda o'lib ketganligini bayon qilgan. Shu chaqdami naq maydondagi Xitoy vakillari Zubayra xonimga hujum qilib, uni o't oftini siyosiylashtirdi deb ayblagan. Xitoy hukumatining odamlarga ular ishtaq so'z o'chirtini ilib, bölgünçiler kirib bizning Xitoyning Jungoning birligini siyosatlarini qalayim-qalashtiradi. O Urumchidagi bo'lgan vaqami bu degandek undaq emas, haqiqatni burab, shu bo'lib qolgan kichikgina vaqani buni siyosiylashtiryapti, politicizing deb ashunda deb ashad qarshi chiqdi. Zubayra xonimning aytishicha, Xitoy hukumatining har qanday bir so'rinda, har qanday bir fursatda Uyg'urlarning ovozining chiqishi, o'zlarining Abdu Bashirning oshkorlanishining oldini olishga qattiq tirishayotganligini ko'rib olishga bo'ldi ekan. Mazkur yig'in Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Asonliq millatlar huquqi xitobnomasini e'lon qilganligining 30 yillik xotir mazgiliga to'g'ri kelgan. Yig'inda bu xitobnomaning ahamiyatini ta'kidlash, xitobnomaga qo'l qo'ygan hukumatlarga majburiyatini eskartish va har qaysi davlatlardagi asonliq millat deb atalayotgan millatlarning masalalarini anglash va ularning huquqlarini qo'llash uchun harakat qilayotgan tashkilotlarning masalalarini anglash maqsad qilingan ekan. Asonliq millatlar munbirining Janvada o'tkazilgan bu 15-qatimliq yig'ini yana bir qatim mustaqil tanqidiy ovozlarni jamiqtirishga urindigan Xitoy, Iran, Suriya qatorliq mustabid hokimiyatlar bilan fikr erkinligiga, kishilik huquqi hurmat qiladigan Amerika qatorliq demokratik davlatlar va shaxslar orasidagi keskin bir jang maydoniga aylangan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.